iPhone'da programmalarni security qilishi juda ham zo'r yo'lini sizlarga hozir o'rgataman. Shaxsan men o'zim ham hozir yaqinda o'rganib oldim. Ya'ni punkt upravleniyadan tushasiz, ko'z ustiga bosasiz, programmalar securityga tushadi. Yana ustiga ko'zni bosadigan bo'lsangiz, yana programmalar securitydan chiqadi. Hozir sizlarga shu narsani o'rgatib qo'yaman. Uning uchun siz videoga like bosib qo'ying. Ilovaga kirasiz, kirganingizdan keyin pastga tushirasiz. Pastga tushirganingizdan keyin propustitni bosasiz, yana ustiga bosasiz, yana oxiriga tushirib propustitni bosib o'rasiz. Bosganingizdan keyin bu yerda programmadan tanlab olasiz. Qaysi programmani siz securityga tiqib qo'ymoqchisiz, ya'ni bekitib qo'ymoqchisiz. O'sha programmani tanlab olasiz. Готов bosasiz, bo'ldi. Keyin punkt upravleniyadan tushirasiz, ustiga bosib turasiz, davom et element qilasiz. Keep degan joyini qidirib topib olasiz va mana shu punkt upravleniyaga qo'shib olasiz. Qo'shib olganingizdan keyin mana bunaqa ko'zcha bo'lib tushadi. Ko'z ustiga bossangiz, avtomatik ravishda ilovalar securityga tushib qoladi, ya'ni yo'q bo'lib qoladi. Umuman poyezda ham chiqmaydi, ya'ni Instagram ham, Telegram ham, xohlagan ilovangiz ham. Agar yana ko'z ustiga bosadigan bo'lsangiz, yana programmalaringiz orqaga qaytadi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu ilovaga siz xohlasangiz parol ham, xohlasangiz Face ID qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sizga o'xshadimi, yo'qmi kommentariy yozib qoldiring va programma nomi esa Keep. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying.